Qatga qarasang, kortizolni pasaytiraman, kortizol yuqori bo'lsa ozolmaysiz degan rilslarni hali ham siz ko'ryapsizmi? Mana shu bananni po'stlog'i bilan bugun siz bilan uy sharoitida kortizolni pasaytiramiz. Har kuni banan yeysiz-ku, po'stlog'ini tashlab yuborishga shoshilmang. Bitta bananni po'stlog'ini olamiz va xuddi shunday mayda bo'laklarga bo'lamiz. Xuddi shunday shaqqillab qaynab turgan suvni ichiga solamiz. Bizga kerakli bo'lgan triptofan moddasi chiqishi uchun bu damlamamiz 10 daqiqadan ko'proq qaynashi kerak. 10 daqiqadan kam bo'lsa, foydasini uncha sezmaysiz. Tabiiy damlamamiz 10 daqiqadan salgina ko'proq qaynadi va buni shunday olib stakanga suzib olamiz. Ranglari xuddi shunaqa quyuqqina bo'lib chiqishi kerak va ushbu damlamani har ertalab uyg'onishimiz bilan 1 stakan oddiy suvdan keyin ichasiz. Nimaga uxlashdan oldin yoki kun davomida emas? Chunki ertalab uyg'onishimiz bilan 5 dan 8-9 gacha bo'lgan paytda kortizol gormonimiz yuqori bo'ladi va buni tushirishga aynan shu tabiiy damlamamiz yordam beradi. Retsept juda ham arzon va oddiy, bajarish uchun saqlab qo'yishni va mehnatga yarasha like bosishni unutmang.